Ko'plar yozibdi shunga shunaqa ayollarga qonun bormi deb. Qonun bor yo'qligini bilmayman, lekin qo'shnini balasini olib chiqib qo'liga 4 ta mayiz berib zo'rlatgan videosini ko'rdim. Shunaqa ham bo'ladi. Bu katta ayol yosh balani olib kelib, undan qanday qoniqasan? Emay qayron, uni qayerdan qoniqasan? U bilan o'sha borga seri kirib ketsa sen his qilmaysan. Bunday bilan bunday qanday to'g'ri keladi, radnoylar sal o'ylanglar. Shu qilayotgan ishmi? Astag'firullah borga men hozirgi ba'zi bir mana shunga o'xshagan ayollar bechora o somsasi ishtonning ichiga turadi-yu, agar u uyg'onsa, ishoning dinozavr bo'ladi. Qatdan maydam yeb ketaverar ekan bor, to'g'risi. Endi qolganini o'zlaring bilasizlar, kommentda nima deb yozishlaringni berib, kim aybdor, kim aybsiz, bu yoqni o'zlaring qo'llaring topshiraman. Sog' bo'lasizlar.